iftorlik vaqti ham bo'lib qoldi. Hozir bandman, o'zing nimadir qilib tur. Uf. Men hech narsa tayyorlamayman-ku. Namuncha shoshasan, hali erta-ku, bor o'tirib tur. Wow. Şimdi bu ko'radiki. Bu nima aslida? Opa. Buni qarang. Ovqatlari ham yaxshiga o'xshayapti. Biron kun borib ko'ramiz. Bugun boraylik. Bo'pti, keyin boramiz. Wow. Chiroyli joy. Alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum. Nima yeysan? Bitta pitsani bilaveradi. Bizda Ramazon oyi uchun mahsulotlar bor. Uning ichida mangal asarti, choy non, kompoti va salata bor. Bitta mana Qancha? Va mastavasi bor. Atiga 69 ming so'm. bundan istek. Asartizdan olib kelay, unda bizga. Voy, bu shuncha ovqat yeb bukib qolmasa bo'ldi. Salatlari ham zo'r ekan, ha? Menga yoqdi-chi? Menga yoqdi. Qo'shimcha somsalari ham bor ekan, ha? Endi haqiqiy ovqat ta'mini bildim. Shu paytgacha seni BMWdan yeb yurgan ekanman. Voy, baribir kuning o'zimga qoladi. Manzilam yaqin ekan uyimizga. Tayyorligini qilib olib ketaman. Oxun Babayev yo'li avtosalonni ro'parasida ekan, tandir oshxonasi. Ha, aytgancha, bu yerda dastavka xizmati ham bor ekan shahar bo'ylab. Bemalol uyda turib dastavka qilsang ham bo'ladi.